Ijtimoiy tarmoqlarga qarasa, kimdir sayohatda, kimdir yangi uyda, kimdir esa oilaviy baxtni suratga olgan. Hammasi mukammal va quvonchli, lekin ko'pchilik hayotining faqat yaxshi tomonlarini ko'rsatadi. Shundan so'ng biz o'ylashimiz mumkin, nega boshqalarning hayoti doimo yaxshi, mening hayotim esa qiyinchiliklarga to'la deya. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlardagi soxta mukammallik bizning ruhiyatimizga qanday ta'sir qiladi? Mutaxassislar va yurtdoshlarimiz fikriga e'tibor qaratsak, ijtimoiy tarmoqlarda odam shaxsiy hayotini boricha ko'rsatadimi yoki bo'rttirishlar bormi? Ko'rsatayotgan bloger yo jurnalistga bog'liq, uni malakasiga bog'liq, uni bilimiga bog'liq va maqsadiga bog'liq. Juda ko'p oilalar, ayniqsa yosh qizlarimiz, yosh yigitlarimiz o'sha blogerlar, o'sha mana shu hayotida voy men bugun mana shuncha gul berdi, bunaqa qildi deb yolg'on yashiq gaplarga uchyapti-da, meni turmush o'rtog'im menga gul bermayapti deb ham ajrashib ketyapti. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Inson o'zini hayotini o'zi qurish kerak, o'zini baxtini o'zi yasash kerak. Birovga qaramasdan, birovga intilmasdan. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilayotgan har bir videolar hayotiy deb hisoblamayman. Ular o'zini ko'z qilish uchun qo'yadi deb hisoblayman. Chunki hamma ham hayoti mukammal emas. Bu hayotda har bir hayot qiyinchiligi bor. Sizningcha bugun odamlar ijtimoiy tarmoqda o'zini hayotini boricha ko'rsatyaptimi? Yo'q. Masalan, Chunki hayot boshqa, ijtimoiy tarmoq boshqa. Masalan, ko'pchilik sharoiti yo'q, ko'pchilikda krediti bor. Hammani ham masalan gul olishga sharoiti yo'q. Shu narsa ayol kishini asosan ko'proq nima deydi? Ko'nglini og'ritadi. Yillik ko'rsatishi mumkin. Yolg'on yashirin bo'lishi mumkin. Baribir hayotiy narsa hech qachon tarmoqqa joylanmaydi-da. Bari soxtalik bor deb o'ylayman. Ular chiroyli ko'rinish uchun ham mana shunaqa ko'pirtirib ko'rsatishga harakat qiladi deb o'ylayman. Yana o'zim fikrim, yana bilmadim. Odamlar ko'pincha yorqin hayot tarafini ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi siqilgan joylarni qo'ymaydi, masalan, xunuk narsalarni qo'ymaydi, faqat o'zini chiroyli joylarga biron maqtanish uchun-da ijtimoiy tarmoq. dunyo bo'ylab kuniga 4 milliardga yaqin odam ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Ko'pchilik faqat quvonchli va yorqin lahzalarni ulashadi. Oddiy kunlar yoki qiyinchiliklar esa kamroq ko'rinadi. Shu sabab kuzatuvchilar boshqalarning hayotini faqat eng yaxshi kadrlar orqali ko'rib, o'z hayotini solishtirishga moyil bo'ladi. Birovni ideal hayoti kimlarnidir ongida qanday qabul qilinyapti? Agar insonni ma'naviy ongi biroz pastroq bo'lsa, shukronalik hissi bo'lmasa insonda, buguni bilan yashash ko'nikmasi, malakasi bo'lmasa, u birovning ideal qilib ko'rsatilgan hayotiga nisbatan o'zini hayotini taqqoslash nazari bilan qarayapti. O'zini hayotidan nolish nazari bilan qarayapti va dunyodan adolat qidirib yashayapti. Nega menda yo'q? Qachon menda shunaqa bo'ladi? Nega men shuncha harakat qilyapman? Nega men yaxshi bo'lyapman? Nega men odamlarga yordam beryapman va menda o'sha kelish yo'llarim yo'q, yopiq. Nega menga kelmayapti? Nega men qanaqadir bir rahmatni ko'rmayapman? Nega men rag'batni ko'rmayapman degan narsalardir. Ijtimoiy tarmoqlarda joylanadigan suratlar ko'pincha filtrlar va tahrirlash dasturlari yordamida chiroyli ko'rinishga keltiriladi. Psixologiyada bu holat mukammal hayot tasviri deb ataladi. Inson boshqalarning hayotini asosan eng yaxshi tomon orqali ko'radi. Natijada ayrim insonlarda o'z hayotini boshqalar bilan solishtirish hissi paydo bo'lishi va bu ba'zan o'z hayotidan norozilik keltirib chiqarishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar ideal oilani targ'ib qilyapti. Mafkuraviy hujum bor, mafkuraviy bosim borki, o'z-o'zidan kelin aynib qoladi. O'zini erini ijtimoiy tarmoq taqdim etayotgan ideal er bilan solishtirib boshlaydi. Va birdan munosabat buzilib boshlaydi. U ijtimoiy tarmoqda u kontentni qilganlarda ong ostingizga ta'siri, niyati boshqacha. Hali qurib ulgurmagan oilani buzishga qaratilgan. Lekin ideal hayotni taqdim qilish ijtimoiy tarmoq uylangandan keyin 22 yoshar yigitdan 42 yoshar oila boshlig'idan qilingan talabni qilishyapti. Shoshma. Oila birga quriladi. Eri xotin xo'sh ho'kiz deydi bizda nimada maqollar. Birga harakat qilinadi, boriga shukr qilinadi, tuflab tugun qilinadi, jamg'arma qilinadi. Hayotda farovonlikka sekinlik bilan erishiladi. Agar siz birovning hayotini o'zingizga taqqoslab o'rgangan bo'lsangiz yoki shu orqali siz qandaydir motivatsiya olib, menda bugun yomonroqmi, ertaga yaxshiroq bo'lish uchun men kimdandir ko'rishim kerak va shundan motivatsiya olaman, shundan ruh olaman deb, men shunga qarab yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman degan mabodo sizda shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, kechagi siz bilan o'zingizni bugungi sizni taqqoslang. Kecha qanaqa edingiz, bugun qanaqasiz?
Agar kechagi siz bugungidan ko'ra ancha yaxshiroq bo'lsa, demak kechagi sizdan o'tishga harakat qiling. Boshqani hayoti bu boshqa olam. Ijtimoiy tarmoqlarga tobe bo'lib qolmaslik va u yerdagi hayotni, virtual hayotni bu dunyodagi eng zo'r hayot va men unga noloyiqman deb hisoblab qolmaslikni istasangiz, hayotga qandaydir maqsadlar qo'ying va shu maqsad yo'lida o'zingizni toping. Mutaxassislarning fikricha, virtual makonda ko'p vaqt o'tkazish insonning kayfiyati va kun tartibiga ham ta'sir qilishi mumkin. Shu sabab mutanosiblikni saqlash, real hayotdagi muloqot va faoliyatga ham yetarlicha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganimiz hayotning eng chiroyli kadrlaridir, ammo real hayot bundan ancha keng va rang-barang. Har bir inson hayotida og'ir va mashaqqatli yengil kunlar bo'ladi. Shu bois mutaxassislar ijtimoiy tarmoqlardagi hayot bilan real hayotni solishtirmaslikni tavsiya etadi. Chunki haqiqiy hayot samimiy, sodda va go'zal lahzalarda namoyon bo'ladi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdanabiyev bugun dastur uchun.